Всем привет, друзья! Bugun rus tilida birinchi dars rod существительных. Otlarning rodi. Rod tushunchasi nima degani? Rod tushunchasi kim, nima, qayer so'rog'iga javob berish so'zlarning qaysi turkumga tegishli ekanligini bildiradi. Rodni qanaqa aniqlashtiramiz? Rodni avvalo so'zning eng oxirgi harfidan bilib olsak bo'ladi. Uning uchun biz ulli va undosh harflarini rus tilida ajrata olishimiz kerak. Rus tilida undosh harflar ko'p bo'lgani uchun faqatgina ulli harflarni yozdim. A, E, I, Y, O, U, Yu, Yo, Ya, I bular rus tilida ulli harflar hisoblanadi. Va bundan tashqari bitta belgimiz bor, mягкий знак va u belgidan tashqari barcha undosh harfga tugagan so'zlar murskoy rodga tegishlidir. Masalan, karandash, qalam, sh harfini ko'ryapmiz, murskoy rod. Yoki bo'lmasa stol, l undosh harf, chunki l ulli harflar orasida yo'q, murskoy rodga tegishli. Va bizda женский rodimiz ikkinchisi. Unda faqatgina oxirida a yoki ya ullilarini ko'rsam, женский rodga kiritaman. Masalan, mama, ona, a. Parta, a. Деревня, qishloq, ya. Teta, xola, amma, ya. Demak, bu so'zlarning oxirida ko'rib turganingizdek a va ya ullilari yozilgan. Bular женский rodga tegishli. Har qanday kim, nima va qayer so'rog'iga javob beradigan so'zlariz oxirida a, ya ullilarini ko'rsangiz, женский rodga kiritavering. Va bizda 3-rodimiz средний rod. Oxirida o hamda ye ullilarini ko'rsak, средний rodga kiritamiz. Masalan, окно, deraza, o. Zerkalo, oynak, o. More, dengiz, ye. Zdание, bino, ye. O hamda ye ullilarini ko'ryapmiz. Demak, bular средний rodga tegishlidir. Va bizda ikki holatda исключение, ya'ni qoidaga bo'ysunmaydigan ikkita holatimiz bor. Bularga papa, ota, dядя, tog'a, amaki, mushina, erkak kishi, yunosha, o'smir, o'g'il bolaga nisbatan ishlatiladi. Ko'rib turganingizdek, bu so'zlarning oxirida a hamda ya ullilarini ko'ryapsiz, lekin bular murskoy rodga kiradi, sababi bular erkak kishi. Va bizda ikkinchi holat, imya, время so'zlarini bir ko'rishda hamma ya'ni ko'rib женский rod deb o'ylashi mumkin. Lekin bu so'zlar ya ullisiga emas, miya qo'shimchasiga tugagan va средний rodga kiradi.